oqir o'zingizdan ustozlar. Mo'min hayot darsin oqir o'zingizdan ustozlar. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Yursam deyman bu tabarruk izingizdan ustozlar. Chin insonlik kitobiga baxtu hikmat bitibsiz. Chin insonlik kitobiga baxtu hikmat bitibsiz. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Odob ila bilim oldim so'zingizdan ustozlar. Qalbingizni yo'q g'ubori, mehribonsiz shunchalar. Quyosh olmish haroratin yuzingizdan ustozlar. San bog'ining bog'bonsiz, charog'bonsiz ko'ngilga yo'q. Ming ehtirom o'g'lingizdan, qizingizdan ustozlar. Joy oldingiz bir umrga, shogird yurak ko'ridan. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. Mo'min hayot darsin o'qir o'zingizdan ustozlar. O'zbekiston yoshlari Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar. Bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar. Ko'ksi baland yoshlar ittifoq
hayot bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim bizning Navoiy bobo? Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik O'zbekiston yoshlari. Bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Ular yurtni marralar sari boshlab beruniylar bosgan izlarni bosib Yurt bayroq Oftob chiqsa nur sochib qushlar erkin uchib keng osmonda Yuzini ochib gullar saragandir bulbullar bu bo'stonda Oilasi tinch bo'lsa ko'rgani sevinch bo'lsa har insonning Jannat misol yurtimiz qadriga yetaylik biz bu zamonda Davraga keling aziz do'stlar Davrani keng olinglar Bugun bayram Yurtimizda ulug' bayram Bugun bayram Yurtimizda ulug' bayram Mehnatga imkon bo'lsa har doim qirmon bo'lsa bu diyorda Rivojlanib bo'lsa hayotga turtimiz bu dunyoda Taassub qilsa hayot farzand uchun bu hayot eng zo'r doston Baxtimizga har zamon yuksalib bo'lsin Shahmoz O'zbekiston Davraga keling aziz do'stlar Davrani keng olinglar Bugun bayram Yurtimizda ulug' bayram Bugun bayram Yurtimizda ulug' bayram Bugun bayram Yurtimizda ulug' bayram Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar. Bugun barchamiz qalblarimizda alohida mehr va minnatdorlik bilan jam bo'ldik. Chunki inson hayotidagi eng muhim lahzalardan biri ilk bor qo'lidan tutib ilm va tarbiya yo'liga boshlagan birinchi ustozni e'zozlash uchun yig'ildik. Xayr, birinchi ustozim tadbiri nafaqat xotira va sog'inchga boy lahza, balki Yurtga bo'lgan muhabbat qalbdan boshlanadi. Vatanga sadoqat esa uning madhiyasini ehtirom bilan tinglashdan namoyon bo'ladi. Hozir yangraydigan davlat madhiyasi xalqimizning g'ururi, birligi va mustaqilligi ramzidir. Shu munosabat bilan barchangizni O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasini tik turgan holda tinglashingizga chorlaymiz.
Endi esa tadbirimizni rasman ochib berish va bayram qatnashchilariga o'zining samimiy tilaklarini bildirish uchun maktabimiz direktori Davletov Nuriddin Sadullayevichga beramiz. Marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Hurmat. Va alaykum assalom. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz ota-onalar, hurmatli mehmonlar. Mana bugun tumanimizdagi 31-son ayrim fanlar chuqur o'qitiladigan sinflari mavjud umumiy o'rta ta'lim maktabini xayr ustozim tadbiriga xush kelibsizlar deyman. Haqiqatan ham maktabimiz mana 3 kun, bugun 3 kun bo'layotir. 4-sinf o'quvchilarini xayr ustozim bitiruv kechasi bo'lib turibdi maktabimizda. Haqiqatan ham bu maktabni hammalarimiz juda yaxshi bilamiz. 1971-yilda tashkil topgan bo'lsa, 624 o'ringa mo'ljallangan bo'lib qurilgan. Shu vaqtda hozir 1124 o'ringa mo'ljallangan binoda 1500 nafar o'quvchiga 120 ga yaqin o'qituvchi pedagoglar ta'lim tarbiya berib kelmoqdalar. Shu maktabimiz mana shu o'quv yillar davomida juda katta keng ko'lamdagi ishlarni amalga oshirdi. Ko'p natijalarga, yuqori natijalarga erishdik. Hozirgi bizning maktabimizni bitkazgan aziz o'quvchilarimiz nafaqat tuman viloyat, respublika, balkim dunyoning barcha joylarida mehnat faoliyatlarini olib bormoqdalar. Mana maktab to'g'risida yana gapiradigan bo'lsam, o'tgan o'quv yilida maktabimizni bitiruvchilari 80% o'quvchimiz oliy ta'lim muassasalarına o'qishga girdi. Qolaversa o'tgan o'quv yilida ham 24-25 o'quv yilida sport bo'lsin, san'at bo'lsin, o'quv tarbiya ishlari bo'yicha ham bir qancha tadbirlarda viloyatda, tumanda, respublikada yuqori natijalar ko'rsatib kelmoqdalar. 25-26 o'quv yilida maktabimiz fan olimpiada bellashuvlarida tumanda 1-o'rinni olib, 9 nafar o'quvchimiz 1-o'rinni olib, viloyat fan olimpiadalarida ishtirok qilib, yuqori natijalarni ko'rsatib qaytib keldilar. Hozir maktabimizda o'quv tarbiya jarayoni hammalarimiz yaxshi bilasizlar. Mana tumandagi eng katta maktab 1-sinfni o'zini, 4-sinfni o'zini hozirgi kunda 150 nafara yaqin o'quvchimiz bitkazayotganligi shundan ko'rinib turibdiki, maktabda hamma tumanimizda bo'lsin, qo'shni tumanlardan farzandlarini bizim maktabga o'qishga berib turganligi, maktabda o'qituvchilarning bilim salohiyati nihoyatda yuqori ekanligini men o'zim juda yaxshi bilaman. Maktabimizda şu 120 yaqin nafar o'qituvchini 40 nafara yaqini oliy toifali, 35 nafar o'qituvchimiz birinchi toifa ega o'qituvchilar maktabda faoliyatlarni olib bormoqdalar. Men shu 4-sinf bo'yicha gapiradigan bo'lsam, bu sinfda mana hozirgi kunda 35 nafar o'quvchi yuqorgi sinfga o'tayotganligi, şu Shahnoza Ahmedjonovna tarbiyalayotgan şu 35 o'quvchimni men bularni alohida hammasini nihoyatda yaxshi bilaman. Bularni tartibi, intizomi, bularni o'qishga bo'lgan qiziqishi, şu Shahnoza Ahmedjonovna juda yaxshi ustozimiz, oliy toifali o'qituvchi. Buni menimcha yanglishmasa 4-20 yil atrofida 20 yil bo'layotir. Shu maktabda faoliyat olib borayotganiga bu ustozimning ishlarini muvaffaqiyat tilayman. Tirishqoq, harakatchan,
Şər bir oxucuğa təlim, tərbiyə bergen vaxtında şu canı cahdı bilen bütün canını fida kılıp təlim, tərbiyə beradigan oxuculardan biri de bileme. Hələ şu məni əziz oxucularımını ustaz 5-ci sınıfda kime vereceksiniz? Mən şu sınıf rəhbərini bilin deb şu hazırdan bulanı okuş faaliyetini nazaret kılıp geletigallığı kalaversem bunu hazır büyülem 8. sınıfta okucuları var. Şularını hem yıl devamında ben okuttum. İndi de karab koyadığım ustazımız emez. Ta mektep bitirip 2. sınıfı bilen buladigan ustazlardan bir acayip ustazlar sıfatında ben yaxşı kadınlıman, yaxşı üzerine mektebe özüge yaraşıga abroyu var. Bu okutup durgan okuçuları sport boyunca bolsun, senet yönelişi boyunca bolsun, oku terbiye işleri boyunca bolsa hem yukarı neticelerini gösterip yaratırgan okuçuları var bunu. Aman Keldiyev Cüret degen okuçumuz bu düzüde boyunca tümen şampiyonu desem hem yanlışım şu vilayetlere bir neçe mete barıp medalla bilen kaytıp gelişi. Şevketov Esilbek degen okuçumuz var. Bam düzüde boyunca sport yönelişi boyunca cüde bir sınıfı akıl bir canlı okuçularımız. Yine bu sınıfta Mutaki Karina degen kızım var. Ben cüde hürmet kılaman, cüde yakşı kızımız. Şu Karina kızım resim çizişte her yıl vilayete barıp yukarı orullarını alıp geldi. Bu kız nafakat resim. Bunu okuşamız yakşı, bunu senete bulan kızıkşam yakşı. Bir en canküyer okuçularımdan biri de bileme. Şu Karina kızım hem şu Çingiz Aytmetov diye bir şair bolsa, şiir yazadı, şairçilik resim çizadı, çizgan vaxtında ben bilmedim Leonardo da Vinci desem hem yanlışım var. Resimlerini görüp oturaman Instagram'da, Telegram'da taşap duradı resimlerini. Kalaverse yine Mahmudov Şahruzbek diyen okuçum var. Resim çizganda hele 4. sınıfta okuydu. Çizgan resimleri vilayette en yukarı orullarını alıp gelip maktaba oturadılar. Sen de şimdi okuçu var damulla deb. Sultan Bayıv, Emirhan El Merdan degen bu ihtiraççı balam var. Bu balam bütün hem matematikeden güçlü, başka fellerden ihtiraççılığına bunu umumen gap yok. Kalaverse Kalandarova Mehrinisa degen kızım bayına şair kızımız. Bu şiir yazganda 4. sınıfta boylamayız ama şiirlerini okup ustaza gelip bana okutup duradı. Yine benim kızım şiir yazdı deb. Şimdi kızları ben oğul bolla bolsun, kızlar bolsun bunların sanı nihayette köp. Mezun vaxtlar alıp oturmayın. Tedbirini ben açıkta belan kılaman. Rahmet oturunlar. Bir bu sınıf doğrusunda ben kançalı yaxşı gaplar aytsam şunçalı az. Hele hazırdan oylanıp oturmam. Bu sınıfını kime versem bular eken şu Şahnazadi ravan tartıp gitadigan Ali tayfalı hayatını pesti belentini düşünadigan bir bu balları kalbini okup biladigan ustaza tapşırışım gerek. Şunun için Şahnaza özünüz bilen yine bir meslekleşip alamız. Şu 5. sınıfta bunları bir yaxşı ustaza verişimiz gerekli ki. Kalaverse indi bu okuçularımın köpçülüğü hazır prezident mektebine, Egetlik'e Karaşlı mektebe, Egeki mektebine, El-Harazimi mektebine tergerlik kılıp şöyle gitemen deyip durgan okuçularımıza nikayetteki. Böyle ben bunları 5. sınıfta Şahnaza onu yakın okuçun ben bilmedim ama onu okuçu özge mektebe ötüp gidecek ihtimali hazır var. Şunun için bunları kaysı cayda okuşundan katinezler berbir bizleri balamız bize terbiye verdik, siz terbiye verdiniz. Şu harflerini, yazışını, çizişini üretken siz berbir bula eldinde kadıllı ustaz bulup kalasınız. Kalaverse senet yönelişi boyunca yine hemmelerimiz yaxşı bilemiz. Tümenimiz, vilayetimizde en bir acayip müzik efendi okutucum var. Haydar Peydercan degen. Bana şu ustazımızam. Ben hazır
o'zingiz ko'zingiz o'ngida matkani aytdilar. Hech bir 3 kun 4 kun bo'ldi shu matkani bolalarning o'zlarini ayttirib turibdi. Bunday matkani aytish ham oson ish emas. Haydarjon ishingizda yine oliy toifali o'qituvchisiz, 70% ustama oladigan o'qituvchisiz. Dön bir qachon qarasa televideniyalarda chiqib, shu ham maktabning obro'yini, ham o'zingiz obro'yingizni oshirib keladigan bir jonkuyar, fidoyi san'atkor, san'at muzika fan o'qituvchisiz. Sizni ishlaringizdan muvaffaqiyat, yana bizlara sidqi dildan har kun yordam berib turibsiz. Endi ertaga yana bir sinfimiz bor. Sizni ishlaringizdan muvaffaqiyat tilayman. Qolaversa bularga o'qitadigan rus tili ustozlarimiz bor, rus tilidan kiradigan, ingliz tili fanidan kiradigan, jismoniy tarbiya fanidan kiradigan, o'zga fanlardan, tasviriy san'at fanlaridan kiradigan ustozlar ham shu Shohnazaning sinfini hamma maqtab, ulug'lab keladi. Buni qo'llab-quvvatlab turgan birinchi ota-onalarga katta rahmatimni aytmoqchiman. Shu ota-onalar qo'llab-quvvatlasa farzandine bugun e'tibor bersa, uni kelajagi obod deb o'ylayman. Ota-onalar sizlar ham salomat bo'lgaysizlar. Mana Shohnaza qizim yana ishlaringga muvaffaqiyat, salomat bo'ling. Shunday o'quvchilarni, ko'p o'quvchilarni, shunday o'quvchilarni chiqarish size Allah nasib qilsin. İşinize omad, omadingizga Alloh taolo beraversin. Tadbir ochiq, salomat bo'lgaysizlar. Здравствуйте, дорогие учителя и гости! Сегодня мы собрались на празднике «Прощай, первая учительница». Мы благодарим нашу учительницу за доброту, заботу и знания. Вы научили нас читать, писать и дружить. Мы никогда не забудем ваши уроки и вашу улыбку. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов. Hello, dear teachers and guests. Today we are gathered for the celebration Goodbye Our First Teacher. We want to thank our teacher for kindness, patience, and knowledge. We will always remember your lessons and your warm smile. We wish you health, happiness, and success. Дорогая учительница, спасибо за ваше большое Дорогая учительница, вы открыли нам мир знания и добра. Спасибо за ваше большое сердце. Мы любим и уважаем вас. Dear teacher, you were our first kid at school. You opened the world of knowledge. Thank you for your big heart and care. We love and respect you very much. Xalqim arzu niyati dilga quvonch soladi. Bayrog'imiz dunyo uzra yurtga doriq soladi. Tomog'imizda buyuklik aks etgandir bilingsiz. Humo qushi yetaklari maqsadlari bilingiz. İlk bor dunyo tanitgan maktabim menga vatan, doim hamjiyat hamkor mahallam menga vatan. Jannatlarga almashmam qishlog'im o'lchamandir, nozi ne'matlarga kam O'zbekiston vatandir. Ona jonim issiq bag'ri vatanligi bilaman. Otam mehri qaynoq dafti vatanligi bilaman. O'z bag'rida ulug'langan beshik menga vatandir, shu yurtning ostonasi beshik menga vatandir. Salom deya qo'limni ko'ksimga qo'yib, qilaman ming ta'zim ustozim suyib, qalbimga bir gapni quvonib tuyib, qadrdonim siz mening birinchi ustozim. Ustozim ikkinchisini qachon aytaman? Ishtiyoq zo'r ko'zim chaqnab o'qiyman a'lo. Xush qoling ustozim, baxt tilang bizga, o'rgatganlaringiz etaman ado. Mehrim qo'shib bergan gullarim sizga, nechoq baxtiyorman ta'zimda shu top. Sizning sha'ningizga bitmoqdaman bayt, ne odam bo'larman qo'limda kitob, biror harf tanimay tursaydim loqayd. Vatanni kim yaratgan, kim dunyoni tebratgan, bizga oqs bergan, kim shirin tilni kim bergan, yo'limizda tikkanni kiprigida kim tergan, o'tullar uxlamagan chirog'im onam mening, jannat menga ne kerak, Makka Madinam mening. Men vatanimda tug'ilgan inson tabiiy jakkor bo'lar beg'umon biz hayotimda o'rgatganlar, mehrni o'rgatgan ustozim oyim, o'zimdan olaman ijod ilhomim men uchun maktabim ustozlari. Ulug'im yildasi sizga mujassam, turli xil sohadan berasiz ta'lim. Uni tinglaganda kichik jussam ham yetuk inson kabi o'zkay muallim.
Sizdan boshlanadi asli tafakkur. Munis muallimlar sizga tashakkur. O'rganmoq uchun bitta harfni, yozmoqlik uchun esa mush harfni. O'qish uchun, o'rganish uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Bo'lganmiz sizdek davronlardek, hech qachon davronlardek istiqlolim berdi bizga ilm uchun imkonlar. Ma'naviyat, ma'rifat ortaqlovchi xush onlar. Ey xush kelibsiz o'quvchi mehmonlar. Bizni hayot yo'liga o'rgatar doim, mehrni o'rgatar ustozim oyim. O'zidan olaman ijod ilohim, men nechun maqtamay ustozjonlarim. Musiqa she'ridan bahra olishni o'rgatdingiz, to'g'ri ijro qilishni. Bu uchun qoshingizdan qilarmiz ta'zim, qalblarga o'zatgan muallim. Unutmaymiz zahmat. Mana o'rgatdingiz qarindoshlar tilini. Mana chiqdan tasavvadim, unutmaymiz zahmatlaringiz. Sport sog'likka ravo, sog'lomdir avlodimiz, sharoitlar yaratgan biz uchun yurtboshimiz. Chempionlar ko'paydi, yuzlarida tabassum ko'tarishdi balandga O'zbekiston bayrog'ini. So'z beraman bir kuni, men kattaysam albatta O'zbekiston bayrog'ini ko'taraman balandga. Vatan har bir insonning tug'ilgan diyoridir. Kindik qoni to'kilgan muqaddas tuprog'idir. Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilmoq bizlar uchun qarz va farz. Senga fido bo'lsin jon va tanim, O'zbekiston mening vatanim. Shoh shodon o'tgan qishlog'im mening, ulg'aytirgan ona shahrim, gullab yashnayotgan ko'hnamasga, qo'llari ko'ksida sodda xalqimni. Buni tushundim, usiz angladim va o'zimni vatanimga posbon ayladim. Ko'kda porlayotgan nur oy kabi vatan sen tayhosan deya o'yladim. Sochingizga oralagan oq tolalarga biz qilgan sho'xliklaring izi ko'rinur. Yuzingizga chiqqan anjalarga mashaqqatli mehnatingizning yuzi ko'rinur. Yuqori sinfga o'tsak ham ustozimiz, Allohga o'qiymiz, odob saqlaymiz. Hatto boshqalardan ham o'rnak bo'lib, biz sizning ishonchingizni doimo oqlaymiz. Yodimda maktabga kelgan ilk kunim, hayajon yoshlarim oqqandi qator, bilimlar eshigini ochmoqlik uchun hali qo'llarimda yo'q edi mador. Shirin tabassumlar mehrda cheksiz bir inson yo'limga chiqqandi peshvoz. Bugun chin yurakda etyapman his, o'sha siz edingiz, tanidim, suydim. Siz sabab kitobga qut mehr qo'ydim, vatan deb yozdim, yurt mehrini tuydim. Siz murabbiy inson uchun har bir ilmi ufron rahmam. Sizlar uchun mehri daryo muallif ko'klarda sari parvozimiz, tong taratgan ovozimiz. Siz tufayli qalblarimiz oson dillar Guliston muallif 45 daqiqasining kimlar bilar sochingizdagi oqu ajinlar bolalaringiz qalbiga tushgan tuyg'ular vatanimizdan muallimlar. Shirin so'zdan nurli yuzdan yorug' yo'llar, chin mehrdan muruvvatdan obod cho'llar, shu zotlarning shogirdlarin ko'kka yo'llar. Loyiq ular qancha hurmat e'zozlarga, boshlar egib ta'zim aylang ustozlarga. Fan bog'ining bog'bonisan muallim, million dillar dostonisan muallim. Sen o'rgatding ma'rifatdan zo'r kitob, bul kitobga nur sochishda zo'r oftob.
Quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarini siz tanitdingiz. Rasm chizsak xatolarim hech og'rinmay o'rgatdingiz. Mehringiz joshqin daryo, qalbingiz cheksiz daryo. So'zingiz gavhar alo, sizga ming taqsim ta'zim, aziz inson muallim. 4 yilki ilmga, mehrga payvand, go'yo 40 ta bola bir sizga farzand. Tanbehlar eshitdik goh nasihat, barining tagida bordir muhabbat. Xayrlashmoq og'ir naqadar, axir sizni suydik jon qadar. Yuzingizni yorug' qilib inshaalloh, ajablanmang sizga o'xshasak agar. Ta'zimlar qilgaymiz, ta'zim tashakkur, sizni bizga bergan Allohga shukr. Bora partaga sokin o'tkazib, jajji qo'llarimga qalam tutkazib, menga harf tanitgan qalbi jahonni unutmayman aslo sizda insonni. Topshiriqlarni ko'pini yukladingiz, 4-chilar eplaydi deb aytar edingiz. Ishonchingiz oqlaymiz biz 11gacha, umr tilaymiz sizga ustoz 1000 yilgacha. Intizomli o'quvchi, hamma ishda birinchi, intizomli o'quvchi, qo'li ko'ksida doim assalomu alaykum. O'zi hammaga yoqqan, har bir ishda u chaqqon, onasiga mehribon, shirin so'z, shirin zabon. Kundaliklar to'la 5, dars tayyorlar erta-yu kech. Namunali o'quvchi, hamma shunday bo'lsa-chi, o'qishimiz bo'lsa a'lo, qochar yomonligi balo. Barcha ishlar soz bo'ladi, ikki ishlar oz bo'ladi. Bugun esa yoshimiz ham ulg'ayib, bajaramiz har bir ishni mustaqil. Biz bilurmiz nima yaxshi yomonni, biz bo'lurmiz ilmli aql. Ustozni ko'yitdik, goh sho'xlik qilib, goh darsga kech qolib kirmay ketgan. Ba'zi kunlar bo'lgan, dars qilmay kelib, o'shanda ko'nglingizga ozorlar yetgan. O'qishni va yozishni endi men ham bilaman. Buning uchun sizga men ustoz rahmat aytaman. Qo'shish, bo'lish, ayirish, karrani ham bilaman. Oq qori tarishga harakat ham qilaman. Buning uchun sizga men ustoz ta'zim qilaman.
Salom ustoz, salom muallim. Bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm bilan istiqbol yo'lini ko'rsatdingiz, hech unutmaysiz. Siz emasmi 7 yoshimdan alifboni tutgan qo'limda, siz emasmi silab boshimni cheksiz shodlik solgan ko'nglimda. Bugun sizga chin yuragimdan mehrim toshib tabrik bitaman. Umrim bo'yi men saodatda vatanimga xizmat qilaman. Yodimda maktabga kelgan ilk kunim, hayajon yoshlarim oqqanda qator, bilimlar eshigini ochmoqlik uchun hali qo'llarimda yo'q edi mador. Shirin tabassumlar mehrda cheksiz, bir inson yo'limga chiqqandi peshvoz. Bugun chin yurakdan etayapman his, o'sha siz edingiz, tanidim, suydim. Siz sabab kitobga kunt mehr qo'ydim, qo'lga qalam tutib, tug'yonga to'lib, vatan deb yozdim u yurt mehrini tuydim. 7 yoshda maktabimda quchoq ochdim muallim, savdo dunyoga bugun qilamiz ta'zim. Xayrlashamiz bugun siz bilan, bizlar uchun quvonchli bu dam, faqat qadrdonlik bavozi o'qitmaysiz siz endi ustoz. Nejak baxtiyorman ta'zimda shu top, sizning sha'ningizga bitmoqdaman bayt niyodan bilavdim, qo'limda kitob bir haftani maydo'saydim muloqot. Qadri bilinadi endi menga goh. Olis maktabim o'sha behashamlari Navoiyki ustoz bizga biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham, shunday ulug' zot harf o'rgatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Birlashaylik. O'zbekiston yoshlar. Yaşımız
go'zalmas shoxida tursa go'zal yor o'zimas yorining yonida yursa go'zal gul uzilsa go'zalmas shoxida tursa go'zal yor o'zimas yorining yonida yursa go'zal sulton bo'lib taxtiga qo'shilib ahdiga malikasin baxtiga binolar qursa go'zal sulton bo'lib taxtiga qo'shilib ahdiga malikasin baxtiga binolar qursa go'zal gul uzilsa go'zalmas shoxida tursa go'zal yor o'zimas yorining yonida yursa go'zal yonida yursa go'zal güzel essa acib çok sabah çalsa ishqi bir navo orzuyingdagi zibo yurakdan ursa go'zal gul uzilsa go'zalmas shoxida tursa go'zal yor o'zimas yorining yonida yursa go'zal yonida yursa go'zal şirin hayallar sürse güzel avaylaşıp bir-birin aşkar etip barsın söz kalmay şirin şirin hayaller sürse güzel gül üzülse güzelmez şoxida tursa güzel yar o'zimas yorining yonida yursa güzel uzilsa go'zalmas shoxida tursa go'zal yor o'zimas yorining yonida yursa go'zal yonida yursa go'zal Asli tafakkur, munis muallimlar sizga tashakkur. O'rganmak uchun bitta harfni, yozmak uchun ismu sharifni, o'qish uchun, o'rganish uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Bizni yetaklagan kamolat sari, bilim berganida ketmaganlari, aylanar haqiqat bularning bari, bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Qalbingizda doim ilm porlaydi, go'yo u bizni chorlaydi. Siz mening tundagi yorug' yulduzim, nurli kunduzim siz aziz muallim. 4 yillik ilmga, mehrga payvand, go'yo 40 ta bola bir sizga farzand. Tanbehlar eshitdik, goh nasihat, barining tagida bordir muhabbat. Xayrlashmak og'ir, og'ir naqadar, axir sizni suydik jonkadar. Yuzingizni yorug' qilamiz inshaalloh. Ajablanmoq sizga o'xshashak agar ta'zimlar qilgaymiz, ta'zim tashakkur. Sizni bizga bergan Allohga shukr. Kishi hayot davomida ko'p odamlar bilan uchrashadi, tanishadi, vaqt o'tishi bilan esa ayrimlarning o'zi ham ismini ham unutadi. Lekin ilm dargohidagi ustozning ismi hech kim hech qachon unutmasa kerak. Oyinda qolar Himalay cho'qsi boshimda tursa Marg'ilon bo'qsi oyinda qolar Everest cho'qsi boshimda tursa Andijon bo'qsi tog'lardan mag'rurman tog'lardan baland men o'zbekman boshda o'zbek bo'qsi tog'lardan mag'rurman tog'lardan baland
poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa Andijon do'qqisi. Poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa o'zbegim do'qqisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Asli millat tojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Asli millat tojidirsan sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Afriqayu, Ameriqayu har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval. Afriqayu, Ameriqayu har yerda, o'zbegimning faxridirsan eng avval. Poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa o'zbegim do'qqisi. Poyimda qolar Himalay cho'qqisi, boshimda tursa o'zbegim do'qqisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Men o'zbekman, boshda o'zbek do'qqisi. Salom deya qo'limni ko'ksimga qo'yib, qilaman ming ta'zim ustozim so'yib, qalbimga bir gapni quvonib to'yib, qadrdonim siz mening birinchi ustozim. Pokiza qalbingiz har doim toza, yaxshi tilaklarning bari sizga, quvonib mehr ila aytaman yana, qadrdonim siz mening birinchi ustozim. Gohi xafa bo'lsak taskin berasiz, gohi yig'lab qolsak mehr berasiz, eng qiyin paytlarda dalda bo'lasiz, qadrdonim siz mening birinchi ustozim. Rost aytsang o'zing sen eng avvalo daho, sen hayot gazida durar bevafo, ulug' ayyomingda she'ru kalom bu, shogirdlaring nomidan qutlug' salom bu. Sinflar to'lib boradi, ilm dengizdan suzib o'tadi, so'zlardan gullar tuzib boradi. Vatanining dono muallimlari, shodiklardan ko'p uning sanog'i yo'qdir. Siz bergan mehringizda adog'i yo'qdir. Siz kabi ilmning xudog'i yo'qdir. Vatanining dono muallimlari. Hanuz sonima yoshlik chog'larim des, bular meni o'quvchi kechada ko'rganda o'g'il qizlarim qayta o'qisaydim birinchi ustozim. Ustoz sizga tutay ajib guldasta chamazordan topolmas, to'fonlarda solib qolmas bir pasta, bir munchaki xazon yapolmas. Come on, get
dargoh, muqaddasdir bizga harchoq, bilim sari boshlar yo'lga, aziz kuchak tanish yo'lga. Har kun erta tongdan boshlab, asta-asta qadam tashlab, bizni tomon otlanamiz. Do'stlar birga shodlanamiz. Alifbe va hisob o'rta, bari qoldi, bari yodda. Rakam tanish, harflar tanish. Yuzga kiraman men Xudo xohlasa, 100 yildan keyin bir mo'min o'rtog'im ko'zlarimni yopsa, jag'im bog'lasa, faqat bir insondan bo'ladi qarzim. Oddiy muallimda, oddiy muallim. Ko'p kerilma do'stim, sen yoshsan dema, o'zbek yoshi bo'lsang ham dunyo taniydi. O'zingni bil, meni g'amimni yema. Seni dunyo taniydi. Tarixga bak biroz ortingga qara. Tarixga bak biroz ortingga qara, o'zingni bil. Quyosh kabi nur sochgan, ilm eshigini ochgan, ilk saboqni o'rgatgan ustozlarga ming rahmat. Bizlarga bilim bergan, odobli bo'lgin degan, yaxshilikka intilgan ustozlarga ming rahmat. Omon bo'lsin boshingiz, uzoq bo'lsin yoshingiz, kulsin baxt quyoshingiz. Shahnoz ustozga ming rahmat. Bugun seni ajdodlaring o'tmishingga boqaman. Men sen uchun nima qildim, o'zimdan xafaman. Vatanim, men quchog'ingda haykal misol yashabman. Sen uchun ne qildim, sen uchun ne bir oldim. Bizni yetaklagan kamolat sari, bilim berganda ketmagin nari, aylana haqiqat bularning bari, bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Qutlug' xonadonda qutlug' kalam bu. Hamida Olamjon bu, G'ofur G'ulom bu. Buyuk Temur sendan topgandir ta'lim, sen shundoq aziz zot, aziz muallim. Bu dunyoni bilmoqlik uchun, vatan ishlarin qilmoqlik uchun, bu dunyoni zavq etmoqlik uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Yurt gullamas o'zidan o'zi, lozim bo'lar donishlar so'zi. Bu dunyoda bilmoqlik uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. İlk bor partaga sokin o'tkazib, jaddi qo'llarimga qalam tutkazib, menga harf tanitgan qalbi jahonni, unutmayman aslo sizda insonni. Topshiriqlarni ko'pini yukladingiz, 4-chilar eplaydi deb aytar edingiz. Ishonchingiz oqlaymiz biz 11gacha, umr tilaymiz sizga ustoz 1000 yilgacha.
Emrecan ustoz, tabiatni sevdirdingiz, unga mehr qo'ydirdingiz. Angladik biz olam sirin, tog' adirlar, daryo qirlarin, quyosh, osmon, zamin, tuproq ranglarini siz o'rgatdingiz. Rasm chizsak xatolarin hech og'rinmay o'rgatdingiz. Maktab degan qutlug' dargoh, muqaddasdir bizga har chog'. Asta qadam tashlab. Bilim sari boshlar yo'lga, aziz quchoq tanish yo'lga. Har kun erta tongdan boshlab, asta qadam tashlab, biz tomon otlanamiz. Do'stlar birga shodlanamiz. Alifbe va hisob ortda. Bari qoldi yodda. Bari yodda. Qo'ldan kelar o'xshar. Kelajagi buyukdir uni, olg'a qadam tashlaydi mudom. 100 yil yoki 1000 yil o'tsa ham Yuzbek tobi bo'lmas hech qachon, hech kimdan kam bo'lmas, hech kimdan kam bo'lmas. O'zbek o'z qo'lida uning imkoni har bir ishda, har bir sohada lol qoldirar butun dunyoni. Musiqa she'rdan bahro olishni o'rgatdingiz, to'g'ri ijro qilishni bugun qoshingizdan qilarmisiz? Qilbargan uzatganingiz muallim. Maktab degan qutlug' dargoh muqaddas bizga har chog' bilim sari boshlash yo'lda eng zo'r o'lka. Har kun erta tong boshlab, asta qadam tashlab, biz u tomon otlanamiz, do'stlar bilan shodlanamiz. Alif va hisobda o'rta bari qolgan, bari yodda. O'qish, yozish O'zbek boshini egmay sira, ko'ksing kelib turar doim, xoh bo'lsin podsho, xoh bo'lsin gado, bosh egmayman, ammo halol mehnat qilaman. Ro'zg'orim deb yelib yuguraman mudom, qayda bo'lsin, qayda yurmasin. Keyin Jahon obodligi ustoz bilan dilda qaror bo'lmas, ustoz bo'lmasa kamolot kushofat, ustoz bilandir ishda barar bo'lmas, ustoz bo'lmasa yo'qdan olim bo'ldi otamiz odam, haqdan ta'lim oldi sarvari olam, sabab olaminda bil kuni bekam, ilmu anvar bo'lmas, ustoz bo'lmasa. Не хочу встать с утра, не хочу, когда пора, не хочу учить уроки, не хочу мыть мылом щеки, заправлять всегда кровать, отвечать всегда на 5, зубы чистить, мыть посуду, не хочу и не буду. Gohi xafa bo'lsak taskin berasiz, gohi yig'lab qolsak mehr berasiz. Eng qiyin paytlarda dalda bo'lasiz. Qadrdonim, siz mening birinchi ustozim. Mashrafni mashhur dunyolab etgan, Husaynni bin Sinolab etgan, ilon o'ynatgandek so'z o'ynatgan kim? Oddiy muallim. Demirde taş kayrak, koşulsa şunnin seyrak. Demirde taş kayrak, koşulsa şunnin seyrak. Sesleri birem yumuşak, dili yumuşatır erçak. Sesleri birem yumuşak, dili yumuşatır erçak. Çengek, bu da sen çengek. Asmana yermeyek. Çengek, bu da sen çengek. Asmana yermeyek.
kumşik, kumşik, kumşik. Antikası kumşik, kumşik, kumşik. Öte giden şumşik, kumşik, kumşik. Antikası kumşik, kumşik, kumşik. Öte giden şumşik. Harazım ne cayı, oyunu bu pakapak. Harazım ne cayı, oyunu bu pakapak. Kızdıradı bayramı, oyunu bu pakapak. Kızdıradı bayramı, oyunu bu pakapak. Pakapak, pakapak. Kızdıradı pakapak. Hey, pakapak, pakapak. Hey, oynatadı pakapak. İskaka, iskaka, yinglere çizgi basar. İskaka, 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 yinglere çizgi basar. Oynanı kuma hayda, oynanı kuma hayda. Bir zaman oyna basar, Hazreti boyna basar. Koş bahar azimde, yengiler bayram toy bazımda. Yüreğine caylanadı, geçen güne aylanadı. Hey alak işte gir atalı, işte gek işte gir atalı. Şeker kamış, bredelli delli. Yara acı yakamış, bredelli delli. Ağdolu şeker kamış hiç, bredelli delli. Yara acı yakamış, bredelli delli. Görünmesem sağınıp, bredelli delli. Damla duşa çapamış, bredelli delli. Hey damla duşa çapamış hiç, bredelli delli. Delli 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 hiç, bredelli delli. Damla duşa çapamış hiç, bredelli delli. Bir gece yapmalı bir muhabbet ya. Hamrah yoldaşsız merkevlisem naha. Külbeyi zanıma olsa gelmeyim ama. Kamil mağzunun ya asın eylep ayak. Söyle bana ey güzel kimni sever yarsan. Ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy. Ala yüz gel ber hey, ala yüz gel ber hey. Ala yüz boy boy boy, kara yüz boy boy. Ala yüz gel ber hey, ala yüz gel ber hey. Hech qachon sen mendan ojizsan dema, bilgin kam emasman hech bir kimsadan. Dunyoga zo'rman deb ko'ksing kelma, balki kuchlidirman senga nisbatan. 4 yilki ilmga, mehrga payvand, go'yo 40 bola bir sizga farzand. Tanbehlar eshitdik gohi nasihat, barining tagida bordir muhabbat. Xayrlashmoq og'ir naqadar, axir sizni suydik jon qadar. Yuzingizni yorug' qilib inshaalloh, ajablanmang sizga o'xshasak agar. Ta'zimlar qilgaymiz ta'zim tashakkur, sizni bizga bergan Allohga shukr. Dema o'tib ketar sening davroning, doim qo'limdadir mening imkonim. Doim qo'limda dema olislarda sening osmoning, doim qo'llar meni O'zbekistonni aytib bersam agar ajdodlarimni. Dema qani yonimdadir, mening ajdodlarim aytib Kechagina murg'ak edik, to'q edik. Ilm fandan hech xabari yo'q edik. Hatto qalam tutishni ham bilmasdik. O'yinqaroq edik, rosa sho'x edik. O'rgatdingiz barcha harfni sabotla. Hisob kitob yozishni ham tinmayin. Sabog'ingiz tingladik biz qunt bilan. Darsingizda zerikishni bilmayin.
uykudan aymaka, canlı cana peyvendeti koymaka. Gel gözümden az uykudan aymaka, canlı cana peyvendeti koymaka. Gürünleşip vədə vafa sevgiden, boş açı geplerden dilne diymaka. Gürünleşip vədə vafa sevgiden, boş açı geplerden dilne diymaka. Divanda kaldırgaçın kayalı, çuğuru çuğuru çuğurlaşı doyalı. Ters divanda kaldırgaçın kayalı, çuğuru çuğuru çuğurlaşı doyalı. Piyala acı çaya ne yetsin, çay uzatkan şu hoş raya ne yetsin. Bir piyala acı çaya ne yetsin, çay uzatkandan hoş raya ne yetsin. Boy dereke gül peçektiğin çırmaşıp, birge ötken yılı aya ne yetsin. Boy dereke gül peçektiğin çırmaşıp, birge ötken yılı aya ne yetsin. Ters divanda kaldırgaçın kayalı, çuğuru çuğuru çuğurlaşı doyalı. Ters divanda kaldırgaçın kayalı, çuğuru çuğuru çuğurlaşı doyalı. Şıkatı tatimizdim yılları, geçip barar ömrümüzün yılları. Şıkatı tatimizdim yılları, geçip barar ömrümüzün yılları. Çay içmese eğer köngül köngülden, solıp kalar muhabbetli gülleri. Çay içmese eğer köngül köngülden, solıp kalar muhabbetli gülleri. Ters divanda kaldırgaçın kayalı, çuğuru çuğuru çuğurlaşı doyalı. 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 Kelajagi buyukdir, uni olg'a qadam tashlaydi muddom. 100 yil yoki 1000 yil bo'lsa ham o'zbek tobe bo'lmas hech qachon. Har Alza botigiamo con dalbi si chiamo Natale. Adegna botomi ambe sakvaliamo Natale. Agna la nina o dagna nina nina o. Agna la nina o dagna nina nina o. Go 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 kiss kissa akta motiklisa. Kale vasvi kokita gamase geli kotsnita. Agna la nina o dagna nina nina o. Agna la nina o dagna nina nina o. Sedan ketnebi, çemçi koriz netnebi, lamaz godavi nama, herboza vitavnebi. Alsna botigiamo con dalbi si chiamo Natale. Adegna botomi ambe sakvaliamo Natale. Agna la nina o dagna nina nina o. Agna la nina o dagna nina nina o. Diciamo con dalvi si diciamo Natale. Dadek na potomi ambe tatsavalicemo Natale. Agna la nina o dagna nina nina o. Agna la nina o dagna nina nina o.
acı geldi merdana. İşkında bulup bir bana, işkında bulup bir bana. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Ben seni alamam dedi, almasam ölemem dedi. Bir kuş bahar esimde, yeniler beyran toy besimde. Yüreğine caylanadı, gecen güne aylanadı. Hey ala kiştek ratalay hey, kiştek ratalay hey. Gözlerim tegedeksiniz, ağacan ağacan. Müştek yürekten vurdunuz, ağacan ağacan. Gözlerim tegedeksiniz, ağacan ağacan. Müştek yürekten vurdunuz, ağacan ağacan. Zeng zengini, ay yakma koyun zengini. Yarım uzaklap gitsek, Kariman iyisini. Zeng zengini, ay yakma koyun zengini. Yarım uzaklap gitsek, Kariman iyisini. Allah'tan diledim düştün koluma, Hudadan diledim düştün elime. Yazır ağacanım dimelerini, erkele büzün çeçse derlerini. Kapalı gelmeye sıra könlüne, kapalı gelmeye sıra könlüne. Yazır ağacanım dimelerini, erkele büzün çeçse derlerini. Yazır ağacanım dimelerini, erkele büzün çeçse derlerini. Hey!
dunyoni bilmoqlik uchun, vatan ishlarini qilmoqlik uchun, bu dunyoni zavq etmoqlik uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Yurt gullama so'zidan o'zi, lozim bo'lar donishlar so'zi, bu dunyodan o'zib ketmoq uchun ustoz kerak, ustozlar kerak. Hikmat ko'p, ilmu fan kasbi korida, dehqon katmonida, darboz dorida, oshpazning bir siri garim dorida, shogird hushyor bo'lmas, ustoz bo'lmasa. Ko'p ozorlar bersak ham sizga, bilganingiz o'rgatasiz bizga, bolada deb yana boshimiz silagan birinchi ustoz. Endi tadbirimizni yakunlash uchun so'zni maktabimizning ingliz tili fani o'qituvchisi Adolat Azotovnaga beramiz. Katta rahmat. Bugun 31-son maktabga xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan juda xursandmiz, mamnunmiz. Bugungi bayramingizga sherikmiz. Mana bugun Shahnozaxon 35 oilaga bayram etib beryatirsiz. Chunki bugun tumanimizning 35 oilasida katta bayram, o'quvchilarimizni boshlang'ich sinfni yakunlab, tugatib, Xayr ustozim tadbiri, xudo xolasa yana yildan biza bu farzandlarimizni yuqori sinflarga qabul qilib olib, ularni qo'llarini ushlab, bilimlarni davom ettirib, yuksaltirib, ularni oliy ta'limga tayyorlashda biz ham o'z hissamizni qo'shamiz degan umiddamiz. Avvalambor ustoz Shahnozaxon maktabimizda eng yaxshi boshlang'ich sinf ustozlari orasida o'z o'rniga, o'z mavqeiga, o'zini bir kasbini juda yaxshi ko'rgan fidoyi ustoz sifatida sizni hurmat qilamiz. Mana bugungi harakatingizni, farzandlarimizga bergan bilimingizni, ularning iqtidorini ko'rdik. Avvalambor sizga ming katta rahmat. Shunday avlodlarni tarbiyalashda sizga kuch-quvvat, sog'lik tilaymiz. Shu farzandlarimiz sizni bergan bilimingizni, ilmingizni olib, yuqori sinflarda bular yanada sizni bergan bilimingizni oqlab, oliygohlarga kirib, jamiyatimizda o'z o'rnini topib, O'zbekiston bayrog'ini yanada balandlarga ko'tarib, xorijlarda ta'lim olib kelib, O'zbekistonimizni rivojlanishiga yana o'z hissalarini qo'shadi deb umid qilib qolamiz. Yana bir marta aziz ota-onalar, sizlarni shunday chiroyli tadbir bilan farzandlaringizni Xayr ustoz tadbirini chiroyli o'tkazgani bilan tabriklaymiz. Oilalaringizda albatta bugun shu bayramni yana davom etasiz degan umiddamiz. Hamisha shu maktabimizning eshiklari siz uchun ochiq, kelib biz bilan birga bo'lib, farzandlarimizni birga tarbiyalab, birga voyaga yetkazamiz degan umiddamiz. Rahmat. Shu tadbirni tashkillashtirishda yaqindan yordam berganlaringiz uchun katta rahmat aytaman. Hozir esa tadbirni fikrlaringizni bildirishlaringizni so'rayman. Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar, ota-onalar. Biz şimdi bugün sevinchli kunda yig'ilgan ekanmiz. Avvalambor shu ustozlarimizga rahmat aytamiz. Shu farzandlarimiz maktabga kelganda hali hech narsadan xabar yo'q edi. Endi hamma narsani bilib, endi katta sinflarga o'tib, hammasi yaxshi muvaffaqiyatlarga erishib, shu maktabni tugatishini tilakdoshman. Shahnoza martabalaring bundan ham ulug' bo'lsin. Doim hamma vaqt shunday etib, nomingni ulug'lab yurish hamma vaqt nasib etsin. Şu ota-onalar sizlarni ham tabriklayman shu bayram bilan. Bolalarimizni maktabni bitirib, oliy o'quv yurtlarına kirganda ham shunday deb so'nib o'tirish nasib etsin. Rahmat Shahnoza ustoz şu bolalarimizni yaxshi aqlli xushlat tarbiyalaringiz uchun meni bu yerda ikkita aqtiqim şöyle o'qib turibdi. Yaxshi bularni yaxshi ajoyib bola etib, yaxshi tarbiyalaring uchun sizga ming rahmat. Hammangizga ustozlar rahmat sizlar hammangizga. Yo'q Shahnoza. Iqbal. Assalomu alaykum.
Aziz, hurmatli o'quvchilar, assalomu alaykum ota-onalar. Hammalaringizni bugungi bayram bilan tabriklaymiz. Shu o'quvchilarimiz 35 nafar o'quvchimiz 35 nafar kadr bo'lib yetishishini tilakdoshimiz. Tabriklaymiz yana bir bor. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar, bolajonlar. Hammangizni bugungi tadbir bilan, bugungi bayramingiz bitirish kechangiz bilan, bitirish kuningiz bilan tabriklayman. Ishlaringizga, o'qishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Kelajakda katta inson bo'lib, buyuk inson bo'lib yetishlaringizni tilayman. Alohida rahmatimiz, alohida hurmatimiz ustozi Shahnozaxona. Katta rahmat aytamiz. Albatta, har bir insonni taqdirida shu birinchi ustozni bergan ta'limi, tarbiyasi o'rni beqiyos. Buni hammamiz bilamiz. Shuning uchun sizga katta rahmat aytamiz. Ishlaringizda rivoj tilaymiz. Shuningdek, farzandlarni, o'quvchilarni tarbiyalab, voyaga yetkazib, ilm berishda holmin-tolmin xizmat etishingizni tilaymiz. Kuch-quvvat, rivoj tilayman ishlaringizga. Rahmat katta. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Barchangizni shu Shahnozaxon o'tkazayotgan tadbir bilan chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor Shahnoza ustoza kattadan katta minnatdorchiligimni bildiraman. Shu farzandlarimizni boshlagan vaqtlarida o'ta injiq, hammasi erkatoy, tantiqadi. Shu erkatoyligini, injiqligini, tantiqligini qaramasdan ta'lim, tarbiya berganingiz uchun sizga kattadan katta rahmat. Bundan keyingi ishlaringizda muvaffaqiyatlar, omadlar tilayman. Rahmat. Alik orqasidan Sirdaryoga sakragan muqannasam qora chig'ib olovlarga sachragan chiroqlarni ko'rgan chopon cho'lig'imsan vatanim shodon kunim yo'l o'tkazsin nolon kunim yo'l o'tkazsin yuzing bosib yuzimga singlim deymi onamni ilig'imsan vatanim o'zingsan sen shoxlari osmonlarga tegib turgan chinorim o'zingsan ota desam qizimga bosh egib turgan o'zing ulug'imsan Hindistonda bu qanday yuz qarolidi yotarlar zimistonda tarqab ketgan 96 urug'imsan vatanim qizim desa osmonlarga g'irot bo'lib uchgayman chambal yurtdan pomishga qayliq bo'lib tushgayman padar qushdan pana qilib